Türkiye şatlık tarihi Hoşallık alemiga başlaydı şatlık Şat yaşaş durmuşqa bir dumana Güleyli dostlarım tatlık ve tatlık Şat yaşaş durmuşqa bir dumana Güleyli dostlarım tatlık ve tatlık Sarkız yumur ve kızıkarlık baranla Şatlıkı tolgan radyo oyunları Şekrinizge tabassum, kalbinizge kaynak hayacan beri sargan şiirin demle Şatlık minutları programısı da Şatlık ve hoşallık çaşkınları radyo dolkunları arkalık her bir kalıpkı çeçilsin Şatlık, şatlık, şatlık minutları Şatlık, şatlık, şatlık minutları Şatlık minutları Oy dostlarımız anlavatqanıqla Şinjan Xalq Radio Stansiyasi 107.4 Qatnaş San'at Radyosu'nun Şatlık minutları. Music, let's go. Let's do it. Hoşunuz başlap ketdik vallahi. Başlap ketaylik. Gap so'zlarni biroq Qur'onlik kayfiyatlar ko'tarilibdi esli kuylardan. Xo'sh ko'rishmasak hisob emas. Görüşdüğümüz soğuk veriş bizning burchimiz. Kun radio to'lqinlar orqali ko'rishtirish nisb bo'lg'ay. Anlovchilar bilan yuz ko'rishish so'g'isi. Anlovchilar bilan yuz ko'rishish so'g'isi. Shunda bo'lsa boshlab ketdik. Nayt azazul bir ayol bor ekan. Ha. Mahallada bo'lsin, ishlaydigan shirkatida bo'lsin, do'kon saroylarda bo'lsin, hech kim bilan chiqisholmaydi ekan bu ayol. Ha. Shuning bilan bu ig'ra yaxob qilib, ko'z yurishqicha bir necha kun qolganda yurishqa. Shuning bilan arzimas bir ish sababidan oila xizmatchisi bilan urushib qoldi bu ayol. Hay, neymiş bu? Ha, neymiş? Xo'sh xonim. Xo'sh xonim. Hay, bu oyoq degani juplab qo'ymamsiz. Juplab, to'g'ri. Mana hozir shunday qilib qo'yay. Voy, necha qatim o'gitaman sizga? 100 qatim deb bo'ldim, faqat o'zib bo'lamdingiz. Kechirsizlar xonim. Men diqqat qilay, Hay, axlatni koridorga qo'ymang desam, davomli shu yerga chiqib qo'ydigansiz-ya siz. Voy, astama, eliq yig'ib bo'lganda ish tugan, biroq Voy, vaqti-vaqtida tushib ketmamsiz uni. Koridorga qo'yib qo'yam, nima degan madaniyatsiz qilmish bu. Kechirsizlar xonim, kechirsizlar. Men bir tuzday. Ey, mening karabshimaydiganimni bilib turib tomoq yegani. Hay, neymiş karab salsiz? Voy, asta. Bo'ldilar, eng yaxshisi siz ketib qoling, ha, bo'ldi. Voy, Men-chi sizni turg'izamig'dakman, bo'ldi. voy, onda demisingizda. İşlep bir aşka işlep. Voy, yo'q bo'ldi. Men sizni turg'izamig'dakman bu yerda. Unda demang ha xonim, unda demang ha. Hay, bo'ldi, sizdek o'zbekchimchi odamning-chi keragi yo'q menga. An desam, mani qilgan, man desam, an qilgan. Bir qatim bir ko'nglimga yoqidek muvofiq bir ish qilib boqdingizmi siz? Kechirsizlar xonim, kechirsizlar. Bu xonim meni unumasammi, unumay mang'izib gidaklar. Elim o'zlarining Gapingiz bana o'xshamadi, gach deymiz gap deganni. Devitay bo'ldi ketidiganda. Ha. Elim o'zlarining beshamligiga ozchilimi dem. Elim ko'nglim xili kang adamdim men. Ha, ko'ngli ko'ksin deymiz uni. Bu uyda nimada boshqa bir ayol kishi tug'an bo'lsa, buchaqchi 100 qatim ketib bo'ladi. Bo'pti. Nim deydiganda nervamni o'riltib madamamdi. Ketay bo'pti. Tinchamonlik bo'lsaqlar, paxlandek bir o'g'il tug'ala. Ay, to'xting, ama keyindagi gapingiz ajab bir. Nimaga asoslanib qo'sqimdagi balni o'g'il deysiz? Cho'qim o'g'il bola, mutlaq men ishini cho'qim o'g'il bola. O'g'ilmi-da? O'g'il bola. Bu qandoqsiga asosingizni bir danga to'xtang bo'lib ketmang, o'tiring siz. Ha, siz o'tiring. Agar u qiz bola bo'lgan bo'lsa, bu mijozingiz bilan siz bilan chiqishib 9 oy qo'sqingizni bilib turamanda turammaydi. Birilib tushib ketgan bo'ldi. Shuning qarab cho'qim mutlaq o'g'il bola. Qiz bola bo'lgan bo'lsa, men qo'shaqda 9 oy. Men tug'ilmaydi. O'tda deb. Kassam ketdim. Ha, bo'ldi, ma'qul. Sizdek azazil xotinning qo'lida ishlagandan berib. Ketdim hamsa, mayliq mashimni berib biting mening. Qaringizga uriyitman xotirjam. Voy, hozir bering. Naq bering. Naq pul yo'q. Unda odam nim deb aydaysiz meni?
Ha? Voy bo'ldi, mening sizni turg'izgidek Ondan mende paydası ben kessem ne var mazı pulumni veram. Karınızga urib yetay, juanlik Voy, qilib yetay. juanlik qilishni bilmayman. Karimni yo'q karimni. Berib yutinglar, naq pulni hozir. O'z turdi karınızga juanlik qilatdiq-ku. Ya yo'q o karta, yutib ketdi. Hozir naq pul yuring baqmi. Yenimde naq pul yo'q. Amal yo'q unda olsa, yatayman. Naq pul akirgich yatay. Oy, mening qo'sqimdek og'rib ketib bordi. Oy. Oho, ağrısı ağrımanda bunda azazıl xotandan qo'sig'ida qiz bola olsun tumaydi. Shunga ya qiz bola o'xshaydi og'rig'ini qaraganda. Shu chiqishamayotgan gap siz bilan. Siz kim bilan chiqsiz ey? Ha? Voy uyga kirsiniz men bilan urushsiz. Yo'ldishingizmi uyga kelmas o'p ketdi mana. Hay sen nim demakchi? Sen nim demak o'zingizdan so'ramamsiz, menda so'ramay. Voy qo'sqim. Ay to'g'san to'g'ay, men to'g'ay qo'sqim. Bir yuring emas, qo'sqim deydigan qo'y. Bu xizmatda obdon bo'pti, ayakish turib uy xizmatchilik qilgandek keyin xo'p bo'pti deb. Anda demaylar, maqma, anda demaylar. Hoş dostlarımız, şatıq minutları programımızda anlaşıyordu. Xilil xiyali bazoyni bir qush sotadigan erkak qapti demiş xo'alingning bir yerda. Shuning bilan bir xo'jayin qush sotayotgan xo'jayinni oldiga keldi. Xo'jayin. Ha? Ma shuni sotamsizmi? Bu qushni tizib qo'yibsiz. Sotma deb tizib qo'ygan xoling-mi bu? Ha, xapanman. Ha, sotma. Ma qanday jonivor ma bu? Qanday jonivor? Ha? Qushqu bu, bunda ko'mdingizmi qushligini? Bu mushum qushmanda? Qush. Yo'q. Hozirgacha bunda qushni ko'rib boqmabdiman men. Ha. Qanday qushkina endi bu? Bu nech pul endi? Xo'jayin bu qushni 10 ming. Yo'q. Hocam qimmatgina bu. Men-chu qarang 30 yil bo'ldi qush tadqiqoti bilan shug'ullanib kelayotganlar qarang. Boshqa ishingiz yo'qmi? Yo'q. Bu qush to'qinimizda uzun yil nasl yaxshilash tadqiqoti elib berib, mush temir tomshuq bilan pochta kaptaridan yetishtirib chiqqan eng yangi nashridagi temir tomshuq kaptar. Oho. Uqdingizmi? Voy, 30 yil hayotingiz bildiganda qilmaysiz. Hey, bu temir tomshuq kaptar deb 30 yil hayotingizni 30 yilmush qush tadqiqot qilimi deb mush qushni tadqiqot qilib o'tkazyaptingizmi 30 yilni sirab qilib? Buni bir qushlar bir vazifa topshirganmiz sizga. Mening kasbim shu qush tadqiqoti bilan shug'ullanaman, kasbim. Qush tadqiqoti bilan shu. Ha. Bu nima birdan sizga? Voy, bir burishqoqdek odam bu. Gapga sen menga olamdingiz? Gapga sanmidam, xo'jayin bilmagandiki so'rayotmayman men. Ham 30 yil qush tadqiqoti bilan ya bir qushdan bir tuxumini bosirib chiqarganmiki deyman-da. Ammo shu temir tomshuq kaptanni o'zingiz tuxumini o'zingiz bosganmi? Voy, nima deydi bu? Ha? Ya temir tomshuq kaptar dedingiz. Shuni bilmay so'ra o'zi. Temir tomshuq bilan pochta kaptaridan yetishtirib chiqqan eng yangi nashridagi temir tomshuq kaptar dedim. Vojon, bilmaydi. O'zingiz nashr qildingizmi shu tomshuq kaptarni? Tadqiqot bilan shug'ullanib chiqqan tadqiqot. Qandaqchi? Ha. Temir tomshuqning tuxumi bilan kaptarning tuxumini aralashtirib besib chiqaribsiz-da. Ha, bo'ldi. Bildingizmi buni temir tomshuq kaptar deymiz, buni bildingizmi shunday qilib? Va bu nech bilamdi bu hamda? Bu nech? Uningda ikkisini bir katak sulab qo'ysak bo'lmaydi. Nech bilan bu shunda qimmatmi? 10 ming qo'y dedim-ku baya. Naringizga oldingiz. Bu olaydlik qanday bu qushlar? Ha, bu yangi tur bo'lg'ashqa ikkisining ismini shu birlashtirib biz alaydi bo'lg'ashqichuq temir tomshuq kaptar deb ikkisining ismini birlashtirib shunday ism qo'ygan. Yangi nom bu. Qanday olaydligi va bu qushlar hamda bu. Bir
Saramda qan nemish qilalaydi-da, nemish qilalaydi? Endi eng yangi mush tadqiqot natijasini ko'rganimizda bu mush temir tumshuq kaptar xat to'shibli qalmasdan, ya'ni ishni tumshuq bilan chekib, xatni topshirib olishning o'z quliga yetkizdi. Xatning oshkorlanib ketishining oldini oldi. Tushundingizmi? Munda ish qilding keldi-da, ama maymoqning kichik turba qaradi. Voy, 10 ming. Ya qancha onun ishkin chekalaydi-da. Voy bu obdan besib chiqibsiz juma meni. Ay bu tadqiqot men bosmadim. Voy, ajab charchatdim hada. Men Bo'l. ma'qul. Qara tüklerini tak. Taz gapdan ekan bu, taz. Temel tomshiqdek tükünün tayini yo'q. Taz gapdan 10 ming koy deydi. Qiziq. Voy, nima setayotgandamda? Müşvanim ya da. Oy, xo'roz aka. Xo'roz aka bu. Oy, amma qanday xo'rozlamdi bu maqshuqliga, sharabli ketdi, ohangni tushiralaydigina bular. Bu mu tadqiqotning mevasi? Buni o'zingiz eshitgansizda xo'rozni. Oy, mana. Qadrli do'stlarimiz, yomurlarimiz xizmatimda, mana Abdulmalim gapqibdi, Adiljon, men ishdan tushib, ne ahvoling ko'rki, kelgandim, holing bir narsa etib olaydi. Menlam devyaptinglar, nima? Men da'vatamda deb cho'chib ketdim. Bir keltirib olding deydi. Mana. Xilil xiyoli desak, xilil ma'lum o'ziga ketib. Ne ahvoling kelganman deydi. Bir baqa shu hozir men o Temir tumshuq kaptari. Bunda bir qancha yumor so'zlab turayli. Bu shu xalq xijil deb bola borki. Xalq xijilchan deb. Shunda xijilchan bola ekan deb. Yuzdan bola o'xshaydi. Uzundan beri yuzi bilan shu bir shirkat ishlaydigan bir qizni yushurini yaxshi ko'rib qapti u. Ammo lekin kuydi ekan qo'y ichida. Untinsiz kuydi ekan. Xijilchanlig'i vaqmay kuyib. Rasmila oy. Axir zo'r bir g'ayratga keldi ekanda. Muvaffaq paytdan birini tanlab u qizni tamoq taklif qilib, muhabbatini izhor qilishga ko'ngliga ish qilib, yurgan bolda hisobda chiqibdi-da. Ko'ngliga pukibla. Shuning bilan deyishgan bo'yicha kechsa 5 larda shu. Nima saqlab turibdi? Qahvaxonada ko'rishmoqchi bo'lib, qahvaxonaga taklif qilibdi, xalq qijil. Keldingizmi? Yaxshimi, qanday ahvolingiz? O'tiring haqida. Chaqirtib ekansiz, bir ish bo'ldimikin deb ishdan yeniblam kelishim shu. Shu. Bir gap bormidi? Gap bordi. Undaqda tamoq yegash paranglasham-da. Ashtaqilla. Nima yeysiz? Mulozim. Siz nima yeysiz? Men nimboz bo'laverdi. Nimboz bo'laverdi? Nima yeysizlar? Qizchaq nima yeysiz? Nima yeysiz aka? Nima yeysiz? Ukam Sizninkasi nima yeysiz? Sizdan bo'ldi. Sizdan bo'ldi. Alaydan chaqiribsiz sizdan. Sizdan bo'ldi. Sizdan bo'ldi. İşkilan bir-birini işlemey meyimigendiki o tamakını dağlayıp yıkaşıp. Onda xo'si salatdan birine. Salatdan birine. Inca. Men qaqlab pishirilgan beliqdan birine. Qaqlab pishirilgan beliq. Bizning restoranimizning, qahvaxonamizning qaqlab pishirilgan beliq bilan bu fitligan kala go'shi. Nüpe bak. Peyzelikin. Aşağıda birini izlesek bulamı? Siz nüpe yemsiz? Vay xanim bu akımız möhürmezke siz devrine buldu. Birini yazvasınız sizge? Maylim bo'lsa. Birini yazıyorum afkam. Neymişsiz? Meyve şerbeti mi yoki? Mayli, ma'qul. Apelsin şerbeti? Alma şerbeti? Ma'qul. Üzüm? Mayli.
Aflesin şerbetinden bir. Ya akapı zaten üzüm mü bu? Yüzüm mü? Ne mi bu? İçim sıkıntı o. Aflesin şerbetinden birini dedim bu. Ya siz o dediniz mi? Akımız ne boz üzüm mü desem eyle, şangcı mı desem eyle de. Vay mene bir şey Kapamana afkam. İş yok oturuyorsun siz. Muşula çıkıp dursun. Mağmada bombam da kızvalda can yakınma kızı. Ya Reyimcan miyagma cüz suyu bile ma nime dediniz açça? Nim dediniz? Açça nim dediniz? Nim suyu? Ya kahveden bir stakan cüz suyudun bir stakan. Ko'nglim kamon o balon gipini. Anladım. Çaq qo'ydik. Anladım. Küçük vallahi emas o. Tamam chiqib bo'lganlikda paranglashib o'tirildi. Bekchim o'tirib ketdingiz qarasam. Gülbelek. Ben size desem uzundan buyan uzundan beri sizge Davering qulqim sizda. kuyab yurgan. Uzundan buyan sizge kuyab yurgan. Manda dang ha. Mındaqcha aytganda oshiqdan ha. Endi bugun nim ko'rsam ko'rdim deb sizni bu yerga chaqirib o'tiribman mana. Xeyli g'ayratga siz meni chaqira olgan ekanchimi? Adatda shirkatdami bishingizni kutamaylam yuraysiz go. Yaxshimi deb gapni qilmaydingiz. Demakchi bo'g'inim endi hechil qilyapsiz. Yo'q, ishqisi yo'q qilavering. Demakchi bo'g'inim mening sizga bo'lgan muhabbatim dengizdimi cho'nqirdan ha? Oltindimi ig'ir? Avadimi sap? Shuni ko'nglimni izhor qilay deb. Asosan ma bilyard zihni sizga atab olgandirman. Shenmisiz ichib qarab yiqa. Yaxshi o'ylabdi ekansiz. Ichib qarab ustiga ismingizni o'ydirib qo'ygan shunga muhabbatimni xapamay qabul qilgan bo'lsangiz. Siz shirkatim nayt yaxshi. Biz yaxshi bir xizmatdosh shunday. Shu. Mandaq ish. Men birisi bilan to'y qilishga putishib bo'lgan. So'g'itingizni faqat xapolmang, men so'g'itingizni qabul qila olmayman, lekin ko'nglingizni men tushundim. Siz o'zingizdek Nim deysiz? Ya nim deysiz? Nim dedingiz? Nim dedingiz? Nim bo'ldingiz? Ya nimda? Ya ismi nima ana? Dana kim aşu? Kim siz al? Kim bilan to'y qilmoqchisiz? Kim bilan to'y qilmoq deb birga shuni? Ya? Deb birga. Qarz qarmamda. Deb birga kim va kim siz bilan to'y qilmoqchi o'qa kim? Ya kim o davat ismini deb birga davatman men sizga. Ya siz gap qilsangiz ismini deb birga dedim men sizga. İsmi nima o kim o? Ha kim o? Sizni olmaydigan kim o? Siz to'xtasangiz demamdim. Aka ne bo'ldi? Voy ya manga pulga nima? Qo'galliq bir. Ya dana kim olib? Ya menga ishini qilib kamsan. Kim o dana? Kim o? Odam qo'rqat menga so'qishib yurmassiz, uni ular nimda qilsiz? Voy ne so'qishib yuraman men? Nim qilmoqchi chiqdingiz ham kim o? Ya 15 ming ko'q olgan bilyard uzukman bu. Ha bildim. Bekam ben kim görmem de bu ne? Yo'qman. Köpmek qiling, osta köpmek. Ya da bura, deb numarni yapır satmam 15 ming ko'q ora olsa quzuqmi? O numarni depram, telefon 15 ming ko'q olsam bekor to'y qilma dedingiz. Ham kimga bermay buni yuzdan taqayamsam 15 ming ko'q bekor ketganda. Gulbeliq degan qizdan biroz uchrab qoladi sizga. Chunmi? Hoş
Bugünkü programmamızı yoqtirib anlaganlarga ko'p rahmat. Programma muharriri Adiljon Ablimit. Mas'ul muharrir Umar Qodir. Nazoratchi Rishit G'ani. Bosh nazoratchi Rishit Turan. Navbatchi muharrir Aysamgul Rahman. Programma riyosatchilari Shadiya Xoliq bilan Adiljon Ablimit. Şadlık ve hoşallık çaşkınları radyo dolkunları arkalık her bir kalpke çözülsün. Şadlık, şadlık, şadlık melodleri. Şadlık, şadlık, şadlık melodleri. Şadlık melodleri.